Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Malibu 2 so'rag'anlar 2017-yil do'stlar. Plus metani va sraz aytamiz. Atmosferniy motor. 89 mingmidi? 89 ming probeg. Drona qaramang. Bu mashinalar hech qachon trenddan qolmasa kerak. Mokriy asfalt rangda mashina top toza, bir tomchi ham kraska yo'q deb turibdilar. Balon paket. Akşam koyuldu. Boş balon. Plus metan. Şimdi olasılar buni minasiz haydab berish kerak meni. Bo'ldi, tamam. Tekshirib ko'rib olaverasizlar. Qo'shimcha salon, atmosferniy motor, benzin saylamaydi. Endi saylamaydi deb bosavermaysizlar, va yaxshi benzin solinadi bunga. Salon chisti, toza, zo'r turibdi. 230 dan kelishamiz. Deb turibdi egalari. Bemalol telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Telefon orqali savdolashaverasizlar. Mashina toza deb turibdilar. Men bilmam, shuncha pullar metan qo'yib qo'yibdilar. Necha so'm bilan doladi zapravka? Zapravkası 75 bin son. 75 bilan doladi. Yuraymi? 150 kilometr yuraymi? 185 kilometre polmuyor. Zo'r, chotki. Mesela 80 ming so'mlik metan bilan yurib beradi, plus minus. Xatolaşmasam. Ishonda ozgina chizilgan yeri bor. Bunu Demin qo'yibdilar, o'zlari izzattirib olaverasizlar. Degandan demani yaxshi, satgandan yaxshi. Boshqa yer taptoza 230 million galsib beramiz deb turibdilar. 17 nimali bu 2 atmosferniy motor. Telefon nomeri ekranda. Boshqa savol javoblar bo'lsa egasi bilan bog'lanaveramiz. Zo'r mashina, chotki. Kamiz kimasi bo'lsa, telefonda so'rashaverasizlar.